Assalomu alaykum, sizlar bilan men Feymin va bugun biz Orolchada survival qilamiz. Qani let's go. Orolga ham kirib oldik, qani let's go. Xullas do'stlar, videolar bu safar biroz qisqaroq bo'ladi, chunki uzun videoni olishga juda ham ko'p vaqt ketyapti va kanalda video kam chiqishiga va video uzoq chiqishiga sabab bo'lyapti. Va shuning uchun 8 minut yoki 5 minutlik videolar bo'ladi. Sizlar poddeshkada bo'lsangiz bo'ldi. Buzilgan portaldan narsalarni oldim va sizlar mana bunga qarang. Xullas gapni cho'zmasdan qishloqqa let's go. Oh yeah. Oh yeah. Olmos. Dahshat. Va o'zimga toshli narsalar yasab oldim. Va uxlaymiz. Tekin temirni olamiz. Galemni xotirasiga mana bularni ekib qo'yamiz. Bu yerdagi ovqat juda kam ekan. Xullas men daraxt ferma qilishga qaror qildim. Atigi ikkita ko'chat. Yo'q, ozuqlaman, yo'q. Öyle creeper, creeper, ochacha, creeper, ochacha, creeper, ochacha. Roppa-rosa shu kerakmidi? Xullas men o'zimga shaxta qildim. Minecraftning birinchi qoidasini buzamiz. Assalomu alaykum bratim demoqchi edi, lekin o'lib qoldi. Oh yeah. Yo'q, do'stlar, Ender Dragonning portali. Kimdir menga tushuntirib bersin. Yomon skeletlar inan. Nima bo'ldi hozir? Menimcha chaqmoq chaqqan. Yana chaqayapti. Qalqonim meni saqlab qoldi. Jonimizni to'ldirib olamiz. Do'stlar, roppa-rosa men 415 mingchi koordinatadan ekanman. Yo, wow. Kutubxona. Protection 4. Olaman. Qayta qo'yay. Ipam kerak bo'ladi. Men magmani o'rniga qo'yaman. Men kerak emas. Bayna all purpose 4 ham kerak emas. Torus building yo bu ham kerak emas. Smite yo ham kerak emas. Fire aspect 2 kerak, aniq kerak. Tak, mayli junda oldiga olamiz. Naqsh albatta kerak. Mana. Yaxshi, mana olamiz. Yaxshi bo'ldi. Bu yerdan anchagina kitob olamiz. Chunki sehrlashga kerak-ku. Yana chaqmoq chaqayapti. Endi bu labirintdan what the fuck? Korotchi meni qiladigan ishim qolmadi. Ender Pearl o'zbekchasiga Ender marvari deyiladi. Agar kimdirga ma'lum bu Ender marvar deyilishi, lekin ba'zilar uni bilishmaydi. Shuning uchun aytib qo'ydim. Xullas bu yerda qiladigan ish qolmadi, lekin menda keep inventory bor. Hayır. Yo'mayo. Mana o'ldim ham. Respawn. Nega bu yerda mana bu yotibdi? Qiziq.
Hamayli non qilib olsak bo'ladi. Tak. Mana buni qo'yamiz. Tak. Yana nima kerak? Non qani o'zi? Mana non. Non. Yaxshi, bo'ladi, davay uxladik. Ekkan daraxtlarimiz o'sib chiqqan bo'lishi kerak. Zaynab. Nima? Hali ham o'sib chiqmabdi. Lekin menda o'stiradigan suyak kukuni bor. Shunaqa narsa. Xullas. Bitta, ikkita yo'mayona. Ko'rdilaringmi? Tak, mana bunga ham ishlatish kerak. Ana. Bunga ham yo'q, bo'lmadi. Xullas do'stlar, videoni mana shu joyda to'xtatishga majburman, chunki video boshida aytganimdek, juda ham ko'p vaqt olyapti va kanalda ko'p vaqtdan beri video chiqmasligiga sabab bo'lyapti katta videolar. Shuning uchun hammangizga xayr. Bir necha kundan keyin yana video chiqadi. Va'da beraman.